Qadrli dizel mashhur obunachilar, bizni kuzatib boradigan do'stlarimiz, assalomu alaykum. 23 kunida turibmiz, jigarlar. Samarqand viloyati Oqdaryo tumaniga bizni ustozimiz Uchqun Jo'ram ekskavatorni olib keldi. Xudo xolasa nasibsa, Bahrom do'stimiz bilan assalomu alaykum. Do'stim, yaxshimisiz? Bahrom do'stim bilan Uchqun do'stim ishni boshlayapti, xudo xolasa. Oqdaryo tumanida Allohim qodir qilgancha ekskavator xizmatlariga nima bo'lsa aytaverasiz. Hozir yana bitta olib keldi, bundan keyin yana bitta mini olib keladi. Ekskavator Kamaz Samasol xizmatlari bo'lsa aytaverasiz. Bahromxon do'stim, yana qanaqa xizmatlar bor? Bizni obunachilarga operatordan so'rayman, yaqinlashtirib oling. Shu spis texnikaga qanaqa xizmat bo'lsa, hammasi bor bizlarda. Bemalol murojaat qilaverasiz. Komplektda. Komplet. Oqdaryo territoriyasi bo'yicha xizmat ko'rsatasiz. Oqdaryo territoriyasi bo'yicha Payariqgacha ham bo'laveradi. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani va Payariq tumani Chelagligacha xizmat qilaveramiz. Shunday. Biz obunachilarga, Kamaz akalarimga, butun O'zbekistonga aldanib seriyaga bitta salom yo'llab qo'ying, iltimos. Hamma shopirlarga salom. Oqdaryolik Kamazchi traktoristlarga. Amin. Allohim ziyoda qilsin. Do'stim, xudo xolasa nasibsa biz obunachilarga bir salom aytib, butun O'zbekistondagi hamma Kamazchilarga salom aytib. Assalomu alaykum. Hammaga salom. Gap bo'lishi mumkin emas. Ekskavatorimiz turgan joyi Ishtixondan kelishda Mullaxo'ja qishlog'i mana shunda turibdi. Kamazimiz hozir ishga chiqib ketgan. Xudo xolasa komplekt bo'lib, nima xizmat bo'lsa qilaveradi. Hammalaringizga Allohim o'zi yor bo'lsin. Xitoyliklar musulmon. Amin. Alloh. Rahmat katta.